Assalamu alaykum aziz qeyrindaşlar. Anlayatqanlar Zordan Sabırның Archa yaprığı namlıq postlar toplamının davamı. Xeyr, yaxşı tush ko'ring. Oxirgi shafaq uchiq darajadan ko'ringan osmon parchasidagi oqish bulutlarga, yiroqdan ko'rinib turgan quyuq teraklarning tinimsiz shoxlariga, uchiq daraja yinda karvatda putini sangiltib o'ltirgan qizning yoqut ko'zlik halqisiga, nozik bo'yinlarga, sho'xliq bilan o'ynab turadigan uzun kirpiklik ko'zlariga, hatto kulki ketmaydigan lavlarga kelib qo'nmoqda. Shafaq qiz chiroyiga rang, ko'rkamlik beg'ishlab, elining ko'ngliga o't bo'lib quyilmoqda. Sentabrning kashlik sho'x shamili etis kaplardan mazlik tam, yezi bog'lardan xushpuroq elib kelmoqda. Maydonga tutashgan meyvelik bog'dan o'stang shaqiratmasining tantanisi anglanmoqda. Mana bularning hammasi bolalar Wangchungdan xoli bo'lgan yezi maktabining kechki jimjitligi. Bu hal tunji qatim jimjit maktabda yotoqda o'tirgan qizning ko'nglini avundirdi. Qiz tortdi. Nimanchi yaxshi, jimjit, salqin, xoli. Bir ozdan keyin yulduzlar chiqdi. Karutimda yetib yulduzlar bilan so'zlashalayman. Yolg'iz uyda kitob o'qisammi, xiyol qilsammi, naqsha etsammi bo'ldi ekan. Eli, ajabmi yaxshi yerga xizmatga kelibdiman. Xushalmisiz? Eli qizning nurliq, sirliq ko'ziga qaradi. Qizning ko'zlaridagi baxit quchig'idagi Narisadaning ko'zidek pok, o'tliq va go'zal edi. Qiz Eliga lappida qarab qo'yib, aluvchidek qip-qizil tuvanlevini sadabdek tishlari bilan yenik tishlab og'zini purishtirdi-da, beshini langishdi. Eli kuldi. Bala, qiliqlaringiz 3 yoshlik bolaga o'xshaydi, lekin mijozingiz aksicha takabbur, yasanchoq demakchimi? Mening sizni tanqid qilishga tilim qandaq barsun? Sizni ko'rmagili 2 yil bo'pti. Men sizni salmoqliq, tamkin bir ilm ahli bo'lib yetildi deb angladim. Lekin balaliq bilan texila xo'shlash bo'la olmagandek ko'rinyapsiz. Balaliq bilan bugun xo'shlashdim, dedi qiz ma'yus bir ohangda yerga qarab. Ani kirsin o'choq, tamg'imni o'zim etaman, kirqatlarimni endi opamga tashlab bermayman. Aytma Ali, mustaqil turmush kechirish tasmi? Tas bo'lmasa kerak, meningcha teximi ko'ngillik ham ma'nilik. Mustaqil turmush kechirish to'g'risida gap bo'lsa, Paul Kurchaginning temir yo'l yasayotgan yerda bir putig'i kalaj, bir putig'i piymi kiyib, zay yerda yetib, quruq qora bolqig'imi to'ymay, emgak qilgan chaqlari doim ko'z oldimga keladi. Qiz shu chaqda almashtirib o'ltirgan egiz pashinliq to'pli kiygan oyoqlarini tushirib, qisqa sus yo'lliq yo'pkisini pastga qartib, tizlarini yapdi-da, xuddi eli o'ziga ta'ni qilayotgandek qizardi. Shuning uchun putingizga cho'xay, uchingizga xadani chapan, beshingizga bir ko'yliq seriq shapka kiyib yuribsiz-da, deb chaqchaq qildi va derazadan sirtqa bir qarab qo'ydi-da. Ras, mening kiyimlarim yezi o'qituvchisiga loyiq emas. Ko'rgan kishi xuddi Kurchagin to'naga aytgandek Naptalin purg'i kelib turdi deyishi meningdan qechishi mumkin. Lekin gap kiyinishda emas-ku. Bu bir havas. Lekin bu narsalarning ruhiy go'zalligiga daxlisi yo'q. Bir yosh hatto ba'zida u ishda, ba'zida bu ishda xatolik o'tkazishi mumkin. Biroq u yanada suyumlik bo'la oladi. Bu albatta shundoq, dedi Eli qizning nozik tabiatlik ekanligini birinchi qitim sezib ehtiyot bilan. Turmush ongni belgilaydi. Bu ong yoshlarning mijoz xulqiga ta'sir ko'rsatadi. Pa, dedi qiz hayron bo'lib. Bizning mijozimizda farq nima degan cho'ng ha? Mijoz odatnimi o'zgartadi, dedi Eli bir bas jimjitlikdan keyin. Men Komiljon bilan xon qizni buningga misol qila olmayman. Ular to'y qilg'ili 1 yil bo'ldi. Xon qiz shunchalik mishchanlashib ketdiki, hatto ishxonalarga mo burnini yog'liq bilan etib kiradigan bo'lib oldi. Komiljonchu, u xizmatga chiqib 1 yil bo'lmayla ma'rif bo'limiga muavin ko'jang bo'lib o'tgandi. Yaxshi odamning mo xushamatchilari ko'p bo'ladi. Shamil shuji yaxshi odam.
Lekin şu adamga tuydurmasdan Kamilning ketminini chepib yurganlar bor. Ular har xil yo'llar bilan Kamilni maqtab, ko'tirib, uningda yo'q sifatlarni atay paydo qilib, uni tabiiy izbosar qilib etishdi. Ularning ba'zilari yesh cho'ng, o'rni yuqori bo'lishi qarmay Kamil bilan do'st ulfat bo'lib olishdi. İşlerini Kamilga doklad qiladi, Kamildan maslahat oladi. Kamilchu, u haqiqat bu ishlarni yo'lliq hisoblaydi. Shu odamlarga xuddi Shamil Shujining o'rinda maslahat, yo'l yo'riq beradi. U hozir meni ko'rsa salom tamo qiladi. Shamil Shuji pat-pat bizninkiga chiqib turgani uchunmi Kamilmi bizni tashlab etmadi. Ammo u o'zgardi. Xon qiz uningdan eshib tushdi. Mahbubaning qoshlari chimirildi. Ko'zlari bir nuqtaga tikildi. Qiz bir past jimjitlikdan keyin asta ulug' kichiktindi-da. "Menmi hayron?" dedi past ovozda. Ularning ko'plari kommunist rahbar, ammo xushomat qiladi. Ularning xushomat-poshomatlari o'zi bilan ketmaydi-da. Boshqalarga tarqiladi. Kamilni ko'tirish uchun sizdaklarni cho'kirish kerak. Shuning uchun dedi Eli qiz bilan xo'shlashib o'tib. Bizga bilimmi kerak, muhimi kommunistik fazilat. Xayr, yaxshi tush ko'ring amsa. Lekin ular tush ko'rmak tugul, shu kechasi tuzuk uxlasha olmadi. Shivirg'anliq kecha. 2 sotkadan beri yig'iyotgan qor Mahbubaning suyumlik bo'lgan narsalarni ko'mib tashladi. Xuddi ashu ko'milgan kichik archilar, kech kuzdimu itilib turadigan atir gullar, o'stan bo'yidagi qaramtul yeshil cho'plar bilan xushalliqmi ko'milib ketgandek qizining ichi pushatdi, demi siqiladi. U o'zining nimaga jafo ishganligini bilmaydi. Uning yig'lig'isi birsining bo'yniga esilg'isi keladi. Lekin kim bilan sirdishishni bilmaydi. Ota-onasini sig'indimi? Yo'q, shaharga kirib chiqqili 3 kunli bo'ldi. Anisi yiqib bergan mayliq to'qash samsilar texi qetishqini yo'q. Birsidan azar yedimi? Ishida biror kelishmaslik bormi? Undaqmi emas. Na'din kelgan ich pushig'i bu? Nemishqa qo'li ishqi bormaydi. Kitob o'qisa nemishqa fikri chechiladi. Uning tayyorlaydigan darsi, ko'radigan topshiriq daftarlari, yozadigan dokladi bor edi-ku. Lekin uning qo'li ishqi bormaydi. Karatiga chiqib, putini yo'tqiniga tiqib, qo'lini hodab, qizg'ish lampushkasiga qarab o'ltirg'isi keladi. Dariza tinimsiz urilayotgan daraxt shoxlarining chivildishi bilan nalardandu ho'kirayotgan rahimsiz shivirganning ovozini anglag'usili keladi. Men birsini yaxshi ko'rib qoldim-mi nima? Yo'q. Kimni yaxshi ko'ratdim? deb o'ylanadi qiz. Menga birsi muhabbat izhor qildimi ya? Yo'q. Men uningga yo'l qo'ymayman. Kimni seg'inaman amsa? Nima? Elini? Yo'q. Herkes undaq emas. Maktabga kelganimga 2 oydan oshdi. Men uning bilan baslashyapman. Mening bilan bu maktabda yolg'iz shuli baslashalaydi. Men uning orqadimi? Yo'q. 2 yil ortiq o'qidim. Uning ustiga o'zligimdan o'qiganlarimni uningdan kam emas. Nimasiga qoyil bo'latdim? Qoyillik havas qo'zg'aydi. Havas muhabbatning urug'i. Lekin bu urug' paydo bo'lmagan tursa, men uni yana seg'inatdimmi? Birlari vaqirashdi. Mana qizning ishiga urildi. Qiz karotidan tushib, 2 olqini bilan chochlarini tuzashtirdi-da, shipildab mengib eshikni ochdi. U texi eshik yeniga bormayla, uyga avval esil juv kiygan, esil sharpi bilan beshini chumkigan xon qiz, uning keynidan drap palto, qor teri palay va qami quloqchi kiygan Kamil kirib keldi. Mahbuba, jinim. Xon qiz Mahbubani quchoqlab, muzdek yuzini yiqib andiktirdi. Uning juusining yumshoq, quyuq yunglardagi qor Mahbubaning bo'yinlariga tushdi. "Qo'yvat, qo'rqman, iyiq", dedi Mahbuba xon qizni nerishtirib. "Judundi kelgan qarg'uchilar, ajab bemahal. Qo'lingiz bekor bo'ldimi Mahbuba? Qani ap keling. 2 yildan eshibdi, qo'llaringizni tutmag'ili, ko'rishib qo'yayli." Kamil qizg'i qo'lini so'zivdi. Mahbuba qo'llarini kayniga qilib oldi-da. "Texicha adab axloqni o'rganmabsiz Kamiljon", dedi kulib. "Bilib qo'ying, qoida bo'yicha qizlar qo'l so'zsa, erlar ko'rishishga qo'l beradi. Hargiz birinchi bo'lib har kishi qo'l sunmaydi. Qani karvatqa, men hozirla o't yoqaman."
Ular karvatda o'ltirishdi. Kamil uyni ko'zdan kechirdi. Bir ustal, bir koni ishkap, bir yog'och karvat, bir kitob shirasi, bir kiyim osquch va bir dona sirlatmagan yo'lanchik o'rindiqdan boshqa hech nima yo'q edi. Kamil bulungdagi sanduq bilan chamadan, uning yonidagi tiklama aynak, qozon qumush chechilib yotgan ko'ktat ko'mirlarni nazardan qoldirmadi. Mansab darajangizmi, maoshingizmi yuqori o'xshaydi. Yottig'ingizning suvoqligini hisobga olmaganda hammasi joyida ekan, dedi kulib Kamil. Kulmagina, dedi xon qiz uni noz bilan noqib, qapoqlarini suzib. Bo'l Mahbuba, o't yoq, choy qil. Men bugun qo'naman. Seni nayt seg'indim. Uning chiroyi sulg'un edi. Sana nima bo'ldi, xon? dedi Mahbuba hayron bo'lib. Saqlig'ing yo'qmi? Bayatın yığlab, şu eliği yığlayman Mahbub. Bichara nima bo'lib ketgandi? Aksini to'limi yaxshi ko'ratdi. Bilsangu, heliq chaqda aytgan naqshlari, chalgan sazi, Isit Latifa uch bolasi bilan. Elining aksiga nima bo'pti? dedi Mahbuba cho'chib do'stiga qayrilib qarab. Tunugün mektebidan qaytib kelibsa traktor besibapti. Şopur degan it bir qo'lida küçükni quchoqlab, bir qo'li bilan traktorni haydab mangan ekan. Tunugün akşam telefon berishibdi ekan. Dadam Urumchiga ketgan. Biz chiqqanda qarda mashina mangalmidi. Seni elib atda namozga ulgurib bordigan bo'ldik Mahbub. Ajab yaxshi yigit edi. Xon qiz ko'z yeshini yog'lig'i bilan surtdi. Kamil beshini sanglatdi. Lekin hammadan qattiq azoblangani Mahbuba bo'ldi. Kamiljon buni payqadi. Çaydan keyin Kamiljon shopir bilan bir tonishning uyiga chiqib ketdi va tong otqicha haroq ichdi. Qizlar kechichi mungdashdi. Sirtda shivirg'an hovlaydi. Laqimini qo'shib İdris Toku demisa, kishilar uni uqmaydigan avoq so'zman. Bu ilmiy mudir qarmoq qo'pol ko'ringani bilan yumshoq ko'ngil odam. deb o'yladi Mahbuba, helila yotig'idan chiqib ketgan ilmiy mudirning kaynidan qarab turib. Ilmiy mudir qizning yotig'idan chiqib, bankadan 50 yuan pul oldi. U bir egiz, bir past dastlab Kongshining cho'ng ko'tisiga chiqdi-da, yo'lning o'ttirisi bilan shimolga qarab dingaklab mangdi. Kang yo'lning ikki qasnig'idan uning nomiga salom, hurmat sadolari kelganda, İdris o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib, beshini sal egib rahmat aytdi-da, ko'zoynigining ustidan qarab qo'yatdi. U nimani to'g'ri hisoblaydi. Qor burtini midirlatib pichirlaydi. Uning egispas oyoqlari g'iltang yo'l ustidagi qor mo'naklarini havonchi teshidek ezib, g'och-g'uch ovoz chiqaratdi. U qanchilgan harva, eshaklarning posh-posh degizib, traktor mashinalarni düt-dütlatib, yo'lning o'ttirisi bilan to'p-to'g'ri 2 soat piyoda mangdi. Faqat Tarqoq mahallining sirtidagi Simonit ko'rikka kelgandilar. Ko'rikning Simont reshatkasiga qetishgan qor ustiga o'ltirdi-da, quloqtisini kayniga surib, sharpisini bo'shtib, g'o'j qilayotgan peshonisini yengi bilan surtib o'tib, muhurga o'rdi. Anjam tamliq kichikkina bog' qor chechaklar bilan baraq salmashgan. Yodek egilgan kumushdek shoxlar orasidagi kichikkina o'y, chaqsiliq o'ylar, o'gizsidagi qo'noq shexi o't cho'plar bilan xuddi oq chuvi ichiga cho'kib chanida o'ltirgan buvayga o'xshaydi. Bizning elimi shu ko'rimsiz ko'rak chuvi ichida tug'ilib, shuning qo'ynida cho'ng bo'lib, bugungi 25 yoshli qiron yigitga aylangan. Bugun yakshanba bo'lgani uchun u uyda. İdris apandi 7-8 kilometrlik yo'lni besib, mana shu buvayga o'xshaydigan qo'ra chaqsa oldiga keldi-da, eshikdan ehtiyot qilib kirib, uy egisini to'ldi. "Hey, Eli, hay!" "Ha, mana." Elining ovozi. Ondan keyin bolaning yig'i ovozi. Birdamdan keyin Eli chiparqut chapiniga bir buvaqni yo'gab, bag'riga tingib, chaqsa oldida paydo bo'ldi. "Assalomu alaykum, İdris aka." "Ha, qandaqroq?" İdris salomga salom bilan javob berdi. Eli İdrisning nima so'rayotganligini darhol tushundi-da, bo'sh qo'li bilan qorong'u o'ylini sharat qilib. "Qani uyga İdris aka, yangam sahar ketibdi, bolalar mang qolgan" dedi. "Buvayning holi qandaqroq? Tunugün balnisqa oldi" degan bilan ular o'yliga kirishdi.
Chaqqan supi ustida ikki eshik bor edi. Eli mehmonni g'aribkisiga boshlab mangdi. Burun ishkarki tashqarqi edi ha? Ha, yaqinda mushunda qilib oldik. Saramjon uyning to'ridagi gullik kigiz ustiga selingan tovar ko'rpa ustidan o'rin olgandan keyin Idris yuzini sepidi-da, yukinishga bo'lmaydigan sol tisi ustiga taraqlab turadigan 10 yuanlik puldan 5 ni yaydi va aldirashga başladı. Gapning bo'la yerini aytay eli, dedi u soatiga qarab qo'yib. Ikki nazar bir to'yga dingaqlab barman. Texi ishim jiq. Meni chayga tutma. 3 balga qara aytibsan. Yangang yakshanba bozorga cho'chir satqili ketibdi. Xo'sh, amdi, muni pulga kelayli. Sana 50 yuan qutqizish puli berib edik. Bugun alg'ash keldim. O'gillikka akangning 40 ekan, o'limga dadangning davolanishig'i bo'lib chiq-chiqim tartding. 52 yuan puling bilan helimi tumshiq terab kelyapsan. Hol etmaysan, qo'l sunsa yang ichida, bosh yerilsa bök ichida degandek dardingni o'zingni bilsan. Qani, amsa, mau jadvalga qo'l qo'yvat. Ko'nglingizga rahmat. Lekin mening qiyinchiligim yo'q. Bor degandimi o'zim hal qila olayman, dedi u Idrisning ko'ziga qarab. Siz ma'qul dang Idris aka. Maktabimizning paravallik fondi menga ma'lum-ku. Uningga qarashliq 10 necha odam tursa, ularning qish hisobiga men o'z qiyinchiligimni yengandiman. O'g'o shundaq, lekin qaror qilinib bo'ldi-da. Ko'nglinglarga rahmat. Hamma qarorni o'zgartirishga bo'ladi aka. Shundaqmi? dedi Idris nakaputiga tayinib turib. Sening bilan talashqanning foydasi yo'q. Bilaman sen xechirni. Choy tayyor aka, dedi Eli uning mo'rsidan besib. Zig'irdak ta'xir qiling. Yo'q, muzdak sudan bir chini bergina. Nimancha ish qo'g'ilgandek yugurish bu. Ugunishingga ta'sir bo'layotamdi Eli, deb so'radi Idris pulni to'sh yanchug'iga silvitib. O'qishga avvatsak qandaq? Muni cho'cho'rilarni qandaq qilaman? Heliq planlaring akangning vafoti bilan billa vafot bo'ldimi amsa? Yo'q, plan o'zgarmaydi. Qiyinchilik sal ko'paydi nayti, dedi Eli kulib. Undaq bo'lsa men ketdim. Eli bo'ladigan yigit. Kim yordam qila oladi? dedi Idris ketib o'z-o'ziga. Qadriga yetadiganlar ko'p. Men shularning biri. Bundaq Elidak vujudi bilan bilimga berilgan yoshlarni ko'rsam, ichimdan xo'shal bo'lib ketaman. 3 bola o't bilan suvni ayirmaydigan qog'ish, kapsiz 3 narisida Eliga na kitob o'qishga, na o'ylanishga vaqt bermaydi. Idris apandi o'ylanadi. Uning yakshanbisi mushundaq bola beqish bilan o'tsa, yana nada vaqti bor. Boshqa kunlari menga ma'lum. Sahar maktabga piyoda bordi-da, qorong'i tushganda qaytidi. Kunduzi maktabning hamma og'ir ishi shuning ustiga tushidi. Doklad tayyorlash, emgak, silishtirib baholash, sinf tarbiyachilaridan doklad ilish, uni ozdab 14 soat dars bo'lgandimi, har kuni topshirig'i bor matematika darsi. Yo'q, bundaq o'tayversa, uning planlari qog'oz yuzida qoladi. Ikkinchi yakshanba axirdan so'g'oqda Idris apandi g'achilditib qor dasab 20 kilometrdan yo'lni 5 soatda besib, atdiganlik choyga ulgurib, ko'ni do'sti Emin apandining uyiga keldi. Madaniyat inqilobida bir munozaraga qatnashib qo'yib, yomonlashib qilishgan, keyin tortquligi ko'ngil ozodligi o'xshash bo'lsa-mu, xizmat aldirashligi bilan 10 necha yildan beri sirdisholmay kelgan do'stlar dastlab so'g'oqlik ko'rishdi. Lekin Idris apandining taklifi bilan shaharning bir xilvat ko'chasidagi oshxonaga kirgandan keyin yoshlik chig'idagi ulfatchiligini o'ng'ayli tirildirishdi. "Ishkina Emin", dedi Idris titrab turgan qo'lidagi piyolani ko'tarib. "Tatliqli bir nima ekan-ku, uzun bo'ptikan ishmigili." "Qani, ko'tardik, xo'sha." Idris so'zlashga, Emin tingshashga amroq. Bundaqlar janjalsiz uzoq sirdishalaydi. Emin apandi bir ozdan keyin soatiga qaradi. Idris yana bir botolkani jo'zib qo'ydi. "Naga aldiraysan? Muni botolkadek pechda buzilmagan gaplar bor dedi. O'zimiz to'g'risidagi gaplar tugilgan bilan ballar to'g'risidagi gaplar echilmidi. Sening qizing to'g'risida bo'ladi Emin, endi gap. Avval bir piyoldan o'tlab olaylik."
Bayatın xiyal sürüp jim o'ltirgan Emin әпәндінің чырайы бірділі ечілді. Сөзлә İdris, қызым қандағырақ? Aval iş. Piyalını. Yeni birini qo'yay. Qizing yaxshi bo'lgandimi? Bak yaxshi. Qizingchu xanzuchiga nayt ustikan. Xanzuchi materialni Uyg'urcha materialni xanzuchisiga shartilditib o'qiyverdi ekan. Qaysili darsni bersak, o'quvchilarning olqishiga erishiyotidi. Fizika ijodiyat gruppasidagi o'quvchilar maktabning keynidagi o'stan shaqiratmasiga rasmiy elektr istansiyasi yasab chiqdi degina. Uning bosh injeneri sening qizing planer uchirishda bizning bolalar nayi bo'yicha birinchilikni oldi. Buningdimi sening qizing bilan bizning elining amgiki hal qilg'ish o'rinda. Emin әпәнди bu qitim taklifsizlar piyolani ko'taribdi. Yanichu? Emin әпәндінің chiroyi to'liq ichildi. İngliz so'zlashda qizing nayi bo'yicha ikkinchi. Birinchisi kim? Eli? Mundaq degina Kamil Kajanның savaqdishi yezliq, eliqi qarqumchaq balımı? Bildikensen, emde uçuq sözlüşeyli. Navada şu qizing, şu balını yartıp qalsa, ularning baxtiga xushal bularsan mı? Şübhesiz. Qizingning iç puşuğu barlığını sezemsen? Yaqindan beri qo'ygan tutqunni bilmaydigan bo'lib qaldi, deydi anisi. Ondaq bolsa, mən Elining eltisi. Lekin bilib qo'y, Elining beshiga kun tushdi. Yordam qilmasak uning istiqboli quriydi. Yordamning cho'ngini sen qilsan, sening yordaming hisobiga xalqimiz heliqi 2 haqiqat ijozatsiz sayohat qiladi degan kitobdagi ayol Kyurilardek bir jup olimga ega bo'ladi. Aniqroq aytqina, men nimalarni qilishim mumkin? To'yni qilamiz. Chiqimning to'lisi sendan bo'ladi. To'ydan keyin Elining akasining 2 bolasini o'z tarbiyaringga olsan. Birini anisi cho'chir setib boqidi. Yana nimalarni qildiganligini qizing bilan kuyovling aytib beradi. İdris piyolani yana to'ldirdi. Eli, heliq chaqda eshak karosi bilan bizningki kelgan bola. Eli bo'ladigan yigit. Kashila dadamdan. Kamiljon perişan, onun fikri çeçilgan, saprayı örlügen. O ulaştırıp tamak çekip, çıraylık yasalgan işxanasida birde divanga taşlandı, birde uyak buyak qımağıdı. Hey dada, ya yötkülüp ketmeden vaqtlık kocan bulup, marib bölümünü emdi alqanığı elvidim, Ali Partiya mektebide turup, kadrlar idarasıga telefon berip, qaldırıp etkili taslı qaldın. Partiyaga kirishga az qolganda yana sen kaşlı boldun. Emdisa yana yangi kaşla. Sen manga to'saq, tushak. Sen bar yerda manga kun yo'q. Sendek dadadan manga nima payda? Ishak qattiq chekildi. U o'z-o'ziga qilayotgan so'zini to'xtatdi-da, o'zini tuzashtirib, eshikni ichishga mangdi. Emin әпәндим, siz? Do'xti. Qani kirsloga. Uyingizdan topolmadim. İdardimikin deb kelvedim, bar ekansiz. Sizdan so'raydigan gap bor. Kamiljon ishikni qaytadan ilib qo'ydi-da, Emin әпәндінің oldiga kelib o'tirdi. Uning qo'llarini kiralashtirib, barmoqlarini qo'ltig'iga tiqishi xuddi uzun yil xizmat ishlab, tajriba to'plagan diplomatiya xodimidek sun'iy qiliq bilan o'zini salmoq ko'rsatishi Emin әпәндіге yoqmadi. U o'ylaganlarning meg'izini demoqchi bo'ldi. Kamiljon ukam, aldırashkansiz. Gepimning bular yeri mundaq. Xon qiz o'zimning qizideklar. Bilasiz, u Mahbuba bilan do'st. Mahbubami cho'ng bo'ldi. Lekin qizimizning to'y ishi to'g'riliq eg'iz ichish bizga qiyin. Xon qiz yo'q o'xshaydi. Siz bir amal qilib bizning fikrimizni xon qizga ayting. Xon qiz o'z nomidan Mahbuba bilan so'zlashib baqsa. Masalan, kimga? Kamiljon taqatsizlik bilan so'radi. Siz biladigan bala, belki sizning do'stingiz. Elini demsiz? Kamiljonning ovozi qarang-qurang chiqdi. Ularga nemishqa elchi ketdim. Gerçi ular yaqin bir-birini tushundigan yoshlar bo'lsa-mu, bu haqda gap etishdan o'zlarini qochirg'idak. Ha. Kamiljon artistdek yenik harakat qilib aylandi-da, qattiq kuldi. Mundaq deng, Emin әпәндім. Tushunishlik. Qolganini bizga qo'yib bering. Elidan birer eg'iz so'z chiqmag'i tas. Uni kutgan qizning talmurib chichi oqirib ketadi. Endi bu ishni menga qo'yib bering.
Emin әпәнди chiqib ketgandan keyin uning saprayi texim o'rildi. Әмділа хан qızını qo'yib o'tib, Mahbubaga ikkinchi hujumni boshlay desam, muni kashilini qara. Xan qızını buchoqqa yo'lga salatdim, kashila dadamdan bo'ldi. Balısının erkinligiga kashili bo'lgan dadalarni jazolaydigan bir qonun chiqmadi. 2 qat vaqtida ayılının ustidan ajrish hukmi chiqarishga bo'lmasmish. Xan qızını nimaga oldim? Mahbubani qizg'andirish uchun uning bilan yurib qo'yib elishga majbur bo'ldim. Bu ömrümde Mahbubaning qo'lining uchini tutolmasmanmi? Mening narim yigit. U dadasining sho'pirini telefonga chaqirdi. Nima? Dadangiz g'ungshig'i chiqaman degandamsiz a? Dadamga o'g'lingiz keliningizni apkirgili chiqqidek dang. Ha, kelinni apkirman. Yarım saatdan keyin pikap Kamiljanni chaqirib signal berishga boshladi. Pikap elilarning yezisiga qarab qor to'sitib ketayotganda Kamiljan sho'pirga Gongshi o'ttira maktabiga deb qo'yib gidib o'ltirdi. Uning qapiga selingan ovozi qo'pol edi. U mudir ishxonasiga kirgandimi, mudirning dokladini anglagandimi, mudirni agashtirib maktab binosining buzilgan yerlari, tantarbiya maydonlarini ko'rayotgandimi, tutuq va sapra edi. Faqat kechqurun Mahbubani ko'rgandan keyin uning qapiga ichildi. U kechqurun Mahbubani pikapga silib, xan qizlarning mahallasiga qarab yo'lga chiqdi. Xan qiz yomonliqdimi? Xeli jimliqdan keyin Mahbuba Kamiljandan jaynigini qochirib turib so'radi. Ha, tabiiy shundoq bo'lishi zarur edi-da. Bu nima deganingiz? Aqli o'shi bor ayol ko'ngli tortmagan er bilan bir uyda turmaydi-da. Ondaqda nemishqa to'y qilishgan? Nemishqa texi bilmamsiz-a? Xan qiz eliga oshiq, lekin eli hech nimani tushunmagan. Elini qizg'andirish uchun xan qiz men bilan yaqinlashdi, keyin o'zining parvosizlik bilan mening to'y qilishimga sabab bo'ldi. Yolg'on. Qiz Kamiljanning kiyimiga tegib turgan paltosining peshini darhol yig'di. Nima qilmoqchi endi? Ajrashiman, dedi Kamiljan darhol. Xan qizmi murodiga yetsin. Eli qiyin kun ekan, uning maydak yoqidi. Mahbubaning bu gaplarni anglab butun a'zoyi tikanlashdi va mashinadan sakrab tushib ketgisi keldi. To'xtang, beshim qiyotidi, men tushib ketaman. Shoför mashinani to'xtatdi va qizga qayrilib qarab, "Gap mashinada emas, yo'lda", dedi u kulib. "Kamiljon kajang bilan mush yo'lda mangsaqli bir kashili chiqdi." "Gap seningda", dedi Kamiljan sho'pirga olib. "Tuzuk haydamaysan, tuz yer tursa katanga tartsan." Qiz mashina to'xtash bilan yerga sakrab tushdi. Kamiljan mu yerga tushib, qizning qo'ltig'iga qo'l uzatdi. "Chiqing 5 minut. Yo'q, piyoda borman." "Menmi piyoda mangay emsa", dedi Kamiljan kulib. "Yo'lda hamra kerak-ku." Hamra ana kelyotdi. Ular yiroqdan kelayotgan chiparqut chapalliq yigitni ko'rdi. Eli etis aralardagi chig'ir yo'llar bilan oldirab kelmoqda edi. Kamiljan mashinaning eshigini qattiq yopdi. "Dadamning kashlisi. Saraliqlarga qanot yopaman deb bolasini baxtsiz qilgan dadam", dedi g'udonshib. "Bu yo'lni dastlab dadam mangan. Eli xon qiz deganlarni dadam topgan. Bo'lmasa Mahbuba bilan menga sahra qatirashning nima hojati? Hammasi dadamning kashlisi." Sho'pir miyig'ida kulib qo'ydi. "Yana nimaga qo'rinsiz yigit?" Qarliq dala o'ltirayotgan quyosh shapig'i bilan holrang tus olgan qarg'a cho'mkalgan etizlar ko'zni chaqintidi. Qirlardagi dala cho'plar qor orasidan bosh chiqarib bir jup yo'lovchini kuzdi. Qiz yaxshi kiyingan, yigit dehqon kiyimida, lekin ular yondashib ketyotdi. Qiz yumshoq qor palay kiygan qo'li bilan pat-pat yigitning chiparqut chapinining yengidan tutib oldi. Qizning oq tvit ro'moli ostidan chiqib turgan g'ijim chochlari ba'zida yigitning quloqlarini g'idiqlabmi qo'ydi. Qizning kaypichoq, ovozi bo'lakchili jaranglab. Qiz aralab yigitning mo'risiga asta yo'linadi. Lekin yigit qizdan qo'rinmoqda. Jamiyat, tabiat, do'stlar, maktab hammala ish ustida xohlagancha so'zlashmoqda. Odatda zotili kulki qo'zg'amaydigan ishlarga huzurlanib kulishmoqda.
Ularning qadamlari shunchalik asta ediki, muz ustida mangan taqsiz öküzmü ulardan tez. Elining qulğıga kündikidek 3 balaning yig'izari g'ashligi anglanmaydi. Yengisining sulg'un chiroyi, doktorxonadagi dadisining qurg'an lavlari bilan o'tish oldidagi shamdak pildirlab qolgan ko'zlari, qonsiz tomirlari, bo'rtib chiqqan yikdak bilaklarimi ko'z oldiga kelmaydi. Uning vujudi hayajon, xushalliq, yana allaqanday tushunib bo'lmaydigan rahat bilan to'lgan. Dala yaxshimi eli? Ajoyib yaxshi. Kundi shundaqmi? Yo'q, faqat bugunla. Qiz ixtiyorsiz uning beligiga yamashdi. Beshini yigitning mo'risiga qo'ydi. Ular bir-birining tepchaklagan yurak sadosini anglashdi.